Komfort mebellarga mega chegirma. Mumkin tarixida birinchi marta siz so'radingiz, biz topdik. Narxlar bilan hayratda qoldirmasam, boshqa obzor qilmayman. Meni ismim Farruh. Bu joyga qo'l olib kelganim yo'q. Narxlarni sindirishga keldim. Butun O'zbekistonga vizov. Ushbu ko'rib turgan mebellar 3,5 milliondan sotilgan. Mumkin obunachilar uchun 1,750,000 ming 50% chegirma. Agar shu sifatdagi mebelni men aytgan narxdan arzonni topsangiz, tekinga berishga tayyorman. Bu spalni garnituri arzonlarga solishtirmanglar. Toshkent fabrichniy. Eski narxi 12 milliondan sotilgan, hozirgi chegirmadagi narxi 5 million so'm. Xohlasanglar 6 millionga matrasni ham qo'shib olib ketsanglar bo'ladi. Oshxona stol so'raganmidingiz? Biz buni topdik. 5 million 400 mingdan sotib 4 million 200 mingda chegirma deydi. O'rtoqlar, mumkin uchun 2 million 850 ming so'm. Nima, men qo'g'irchoq o'ynab yuribmanmi? Eski narxi 3 million 250 mingdan sotilgan stollarni chegirmadagi narxi 2 million 600 mingdan bo'lib turgan bir paytda mumkin kelib 2 million 300 dan qo'yib qo'ydi. Xohlasanglar bu rangini, xohlasanglar bu rangini tanlab olib ketasizlar. Sifatini gapirishim shart emas. 2 million 400 ming demayman, 1 million 900 ming ham demayman. 1 million 550 mingdan olib ketasizlar. 1 million 550 mingdan sotilgan komod endi 790 ming so'm. 1 million 50 mingdan sotilgan TV tumbalarimiz endi 525 ming so'm. Mehmonxonangiz uchun TV gorka eski narxi 6 million 400 mingdan sotilgan, lekin mumkin keldi endi 3 million 200 ming so'm. Turetskiy dizayndagi divan kreslolarning eski narxi 6 million, endi chegirmada 4 million 300 ming 360 gradusga aylanadi. Xohlasanglar duxspanni, xohlasanglar yig'ib qo'yasizlar, uголок bo'ladi, xohlasanglar bu yog'ini sandiq qilib ishlatsanglar bo'ladi. 6 milliondan sotilgan, bugungi narxi 3 million 400 ming so'm. Xohlasanglar trenddagi bez karkas divanlar ham bor. Manzil so'raganlar uchun Tum savdo markazi 2-qavat Komfort mebel. Mumkin bu chegirmalar maskani. Ilovaga o'ting, bundan zo'rlari bor.